Erkaklarga xizmat qiladigan qullarni tarbiyalamang. 10 yoshda mashhurlikka erishgan, zo'ravonlikka uchragan va ikkinchi turmushdan baxt topgan Lola 39 yoshda. Lola Yo'ldosheva ijodda u qadar faol bo'lmaganda ham muxlislar nazaridan chetda qolmaydigan ijodkor hisoblanadi. Ba'zi xonandalar 1-2 yil ko'rinmasa san'atdagi avvalgi o'rnini yo'qotishi hech gap emas. Xonanda Lola esa faoliyat davomida ko'p marta tanaffus qilgan bo'lishiga qaramay, hamisha muxlislarning sevimli ijodkori bo'lib qolgan. Lola Yo'ldosheva 1985-yilning 4-sentyabrida Toshkent shahrida tug'ilgan. Uning otasi Ravshanbek Yo'ldoshev uzoq yillar mobaynida ichki ishlar organlarida tergovchi sifatida faoliyat yuritgan. Shu bilan birga uning san'atga qiziqishi baland bo'lgan. Aynan shu qiziqish ortidan Ravshanbek Yo'ldoshev keyinchalik ko'plab yulduzlarni kashf qilgan Tarona Records prodyuserlik kompaniyasiga asos solgan. Uning yordamida Sitora guruhi, Shahzoda, Shohruxxon kabi xonandalarning tanilishiga hissa qo'shilgan. U avvalgi turmush o'rtog'ini qo'llab-quvvatlash uchun uning prodyuserligida suratga olingan kliplarda kostyum ustasi bo'lib ishlagan. Lola oilada 4 nafar farzandning to'ng'ichi bo'lgan, ya'ni xonandaning Rustam ismli ukasi va Anora Asal ismli singillari bor. Xonanda yoshligida gumanitar fanlarni katta qiziqish bilan o'rganadi va Buyuk Britaniyadagi o'rta maktabda tahsil oladi. Lola maktabni bitirgandan keyin Moskva xalqaro universitetida o'qishga kiradi. Xonanda o'qishni bitirgach Toshkentga qaytadi va biznes sohasidagi bilimlarini mustahkamlash maqsadida poytaxtdagi Westminster xalqaro universitetida o'qiydi. So'ngra Toshkent davlat yuridik universitetiga o'qishni ko'chiradi va oliy ma'lumotli yurist sifatida o'qishni bitiradi. Kichkinaligimda o'ziga ishonchi past, tortinchoq qizcha bo'lganman. O'zimga bo'lgan ishonchsizlikni boshqarib bo'lmaydigan energiyam ortiga yashirganman. Bu o'z sevimli mashg'ulotimni topib, energiyamni kerakli sohaga yo'naltirgunimga qadar davom etgan, deydi xonanda. Lola o'z ijodiy faoliyatini juda erta boshlagan. U 10 yoshda Sheribom reklama roligi uchun o'zining ilk taronasini ijro etgan. Lola 2002-yilda xonanda sifatida faoliyatini boshlaydi va Netayin nomli taronasini ijro etadi. Xonandaning ushbu taronasi ko'p muddat xit taronalar safidan tushmaydi. U 2002-yilda rossiyalik prodyuserlar bilan shartnoma imzolaydi va bir muddat Maya taxallusi ostida ijod qiladi. Shundan keyin o'zini aktrisalikda sinab ko'rmoqchi bo'lgan Lola 2003-yilda Sevinch nomli kinokartinada xonanda Shahzoda aktyor Bobur Yo'ldoshev bilan suratga tushadi va aktrisa sifatida taniladi. U shundan so'ng Muhabbatim, Topdim baxtimni, Imkon ber, Senga, Sog'indim, Kel taronasini muxlislarga taqdim etadi. Xonanda ishtirokidagi Kelgindi kuyov, Jodugar, Yondiradi, kuydiradi, G'aroyib orzular filmlari ham tomoshabinlarning e'tirofiga sazovor bo'lgan. Aktrisa 2005-yilda Tarona mukofotlash marosimida yilning eng yaxshi ayol xonandasi sifatida g'olib deb topiladi. Shundan keyin xonanda turmushga chiqadi va ijodda tanaffus qilib, butun e'tiborni oilasiga qaratadi. Lola Topdim baxtimni nomli taronasida birinchi turmush o'rtog'i bilan suratga tushgan. Oradan 6 yil o'tib 2011-yilda u turmush o'rtog'i bilan ajrashganini va ijodga qaytganini ma'lum qiladi. Lola birinchi turmush o'rtog'i bilan sevishib turmush qurgani, biroq keyinchalik u tomonidan qo'yilgan turli taqiq va cheklovlar o'zaro kelishmovchilik hamda oilaning buzilishiga sabab bo'lgani haqida so'zlab bergandi. Biz sobiq turmush o'rtog'im bilan tanishganimizda 18 yoshda edim. U meni turmushga chiqishga ko'ndirish uchun 1 yil mehnat qildi. Bizning to'yimizga tish tirnoq bilan qarshi bo'lgan ota-onamni ko'ndirish uchun esa yana 1 yil sarfladi. U hammamizni ko'ndirish uchun barcha mahoratini ishga soldi. Shu tarzda oradan 2 yil o'tib biz unga taslim bo'ldik. Otam sobiq turmush o'rtog'imdan to'ydan keyin o'qishimni davom ettirishim hamda o'tgan yillar mobaynida erishgan karyeramni davom ettirish va'dasini oldi. Erkaklar qo'l tashlashdi, non sindirildi, to'yimiz bo'ldi. To'ydan keyingi 5 yil davomida men faqat uy ishlari bilan shug'ullanib uyda o'tirdim. Biz shahardan 30 kilometr uzoqlikda yashardik. Men deyarli uydan ko'chaga chiqmasdim. Menga o'qishimni davom ettirishga ham ruxsat berishmadi, chunki bu yangi kelinchakka uydagi majburiyatlarni bajarishga xalaqit berardi. Shu tarzda Westminsterni tamomlay olmadim. O'qishimni yuridik universitetning sirtqi bo'limiga ko'chirishdi. Ishlashimni hamda kasbim bilan bog'liq tadbirlarda ishtirok etishimni taqiqlashdi. Barcha dugonalarim bilan aloqalarim uzildi. Ular bilan uchrashuvlarga, tug'ilgan kun va to'ylarga yuborishmasdi. Ota-onamnikiga har haftada bir marta bir necha soatga borardim. Yotib qolishga hech qachon ruxsat berishmasdi. Shunday qilib oradan yillar o'tdi. 2 farzandli bo'ldim. Har kuni ertalab soat 6 da turardim. Yarim kechasi uxlashga yotardim. Boshqalarning manfaatlari bilan yashardim. Chunki o'zimda hech qanday manfaat yo'q edi. Hayotimdagi asosiy maqsad oila a'zolariga xizmat qilish, ularga yaxshi ko'rinish edi. Har kecha uxlashdan oldin o'zimni sahnada his etar, ko'zlarim yonib tabassum qilayotganimni tasavvur qilardim. Faqat tushimda o'zimni baxtli va erkin his etardim. Kunlardan bir kun men 40 kunlik o'g'limni va 2 yoshli qizimni olib u uydan ketdim va u yerga boshqa hech qachon qaytmadim, deb yozgandi Lola Instagram sahifasida. O'shanda men qo'rqarmidim, yo'q. Qilmishimdan afsuslandimmi? Hech qachon. Kimnidir ayblaymanmi? Bu ahmoqlik.
Biz bilan bo'layotgan hamma narsaga biz qachondir ruxsat berganmiz. Oradan 10 yil o'tgandan so'ng men bu haqda birinchi marta gapiryapman, chunki qachondir men bosib o'tgan hayotda yashayotgan ayollarning og'rig'ini tushunaman. Sizning umidsizligingizni his etaman. Oilangizni yo'qotishdan, shu bilan birga tubsiz jarlik yoqasida qolishdan qo'rqishingizni bilaman. Birga yashayotgan odamlaringizning harakatlarini oqlab, bu sizning taqdiringiz va siz hech narsani o'zgartira olmasligingizga o'zingizni ishontirayotganingiz, ota-onangiz yuzini yerga qaratmaslik uchun harakat qilayotganingizni his qilaman. Siz juda ham istaydigan yagona narsa to'yib uxlash yoki hech bo'lmasa biror marta hech kimdan ruxsat so'ramasdan biror qaror qabul qilish. Biroq siz bulardan ko'prog'iga loyiqsiz. Bu ajrashishga chaqiriq emas. Men uchun oilaviy qadriyatlar hamisha ustun bo'lgan. Bu o'zingizni hurmat qilishga chaqiriq. Siz shaxs ekanligingiz va o'zingiz orzu qilgan hayotda yashashga to'laqonli haqli ekanligingizni unutmang. Ha, siz kelin, rafiqa va onasiz, lekin birinchi navbatda siz o'z haq-huquqlariga ega insonsiz hamda hech kim ularni oyoq osti qilish huquqiga ega emas. Kimdir o'zgarishi va hayotingiz yaxshilanishini kutmang. Bu o'z-o'zini aldash, o'zgarishi mumkin bo'lgan yagona inson sizsiz. Men shu tarzda yumshoq fe'l-atvorli, ochiq, sodda va ishonuvchan qizdan kuchli, asosiysi o'zini sevadigan va hurmat qiladigan ayolga aylandim. Biz qizlarimizga o'rnak bo'lamiz, shuni yodda tuting. O'ziga hurmat bolalikdan boshlanadi. Bolalar o'ziga ishonchi yuqori, o'ziga qaragan, otasi sevadigan baxtli onani ko'rish kerak. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mening farzandlarim bugun meni shu holda ko'ryapti. Oradan yillar o'tib men turmush o'rtog'im siymosida baxtimni, sevgimni, erkimni hurmat va qo'llab-quvvatlashni topdim. Buning uchun undan minnatdorman. Endi siz bu shunchaki balandparvoz so'zlar emas, balki mening hayotiy tajribam ekanligini bilasiz. Men sizlarning har biringiz baxtli bo'lishingizni juda xohlayman. Yana o'zingizning hayotingizni sevishingiz, bu yashash uchun kurash emas, ajoyib yo'l ekanligini yodda tutishingizni istardim. Bu yo'lni qanday bosib o'tishni faqat siz hal qilasiz, degan edi xonanda Lola. Birinchi turmushdan ajrashganidan so'ng xonanda 2017-yilda yana turmush quradi va 2020-yilda qizi Aishani dunyoga keltiradi. Lolaning ham ko'plab insonlar singari zararli odatlari bor. Xonanda muxlislarga atalgan postida punktuallik borasida ajralib turmasligi va ko'pincha hamma-joyga kechikib yurishiga iqror bo'ldi. Buni esa ishlarni doim keyinga qoldirishi bilan izohlagandi. Bundan tashqari qo'shiqchi o'zini qahvada cheklamasligini, bir kunda bu ichimlikdan 2 finjon ham ichishi mumkinligini qayd etgandi. Shuningdek, Lola kir yuvish mashinasidan yuvib bo'lingan kiyimlarni chiqarib, yoyib qo'yishni unutishi, ancha vaqtdan keyin esa ularni qaytadan yuvish haqida yozgandi. Lolaning otasi Ravshan Yo'ldoshev, uning onasi Gulnora Yo'ldosheva bilan ajrashib, Shahzodaga uylangandan keyin xonandalar o'rtasidagi munosabat yomonlashgani haqida uzoq yillar davomida mish-mishlar yuradi. Shahzoda ham, Lola ham turli intervyularda ular hech qachon bir-biriga ovozini balandlatib gapirmagani, oralarida jiddiy kelishmovchilik ham yo'qligini ta'kidlab keladi. Lola Instagram sahifasi orqali muxlislarni qiziqtirgan savollarga javob berar ekan, Shahzoda bilan ayni paytda hech qanday munosabatda emasligini ma'lum qilgan. 2020-yilning 31-mart kuni Lolaning otasi Ravshanbek Yo'ldoshev yurak xurujidan vafot etdi. Xonanda o'shanda oilasi bilan Rossiyaning Moskva shahrida edi. Pandemiya tufayli aviareyslar cheklangani bois Lola otasining ma'rakalarga kela olmadi. Xonanda otasining o'limidan keyin ancha vaqtgacha o'ziga kela olmagani haqida muxlislarga so'zlab bergandi. Otam sochining uchigacha intelligent odam edi. U eng aqlli, mehribon, nihoyatda iste'dodli inson edi. U har doim o'zini og'ir bosiq tutar, past, yoqimli ovozda gapirardi. O'ylashimcha, u javobini bilmaydigan birorta ham savol yo'q edi. Har doim to'g'ri, dono maslahat berardi. Men har doim ijod va shaxsiy hayotga oid maslahatlarni undan so'rardim. U har doim mening suyanchig'im edi. U o'zini sevardi, o'ziga qarardi, har doim did bilan kiyinardi. Yana uning qo'llari juda chiroyli edi. U tug'ishimga kelishini aytgandi. Men uni rosa kutayotgan edim. Biz u bilan o'limidan bir kun avval gaplashgandik. Ikkalamiz ham bu oxirgi marta ekanligini bilmagandik, degan edi Lola. Lola 2022-yilning mart oyida plastik jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazdi. U go'zal bo'lishcha asli o'zbekistonlik, ammo Moskvada faoliyat yuritayotgan mashhur plastik jarroh Temur Xodirovga murojaat qildi. Men bir kun ham 2 farzandim bilan qolib ketdim deb o'ylamaganman. Men ozod bo'ldim. Ajrashish bu tanlov va siz buni tanlaysiz. Farzandlaringiz sizning boyligingiz, ortiqcha yuk emas. Birga yashagan yillaringiz esa tengsiz tajriba. Vaqt va yoshlikni qo'ldan boy berish emas. Hayotingiz uchun mas'uliyatni his eting va faqat olg'a, deydi Lola. Fikrimcha, qizlar tarbiyasida muhim narsalardan biri bu ularni o'ziga hurmat ruhida tarbiyalash. Onajonlar, kelajakda erkaklarga xizmat qilishi kerak bo'lgan qullarni tarbiyalashni to'xtating. Qizlarga bilim bering, shunda ular quti tashqarisidagi dunyoni ko'rgach, o'zlari stereotiplarga to'la quti ichida qolishni istamaydi, deydi xonanda. Xonanda qizi Aishani dunyoga keltirgandan so'ng bir muddat ijoddan chekindi. O'zini oilasi uchun bag'ishladi. Sentyabr oyining so'nggi kunlarida konsert berishi haqidagi xabar esa ko'pchilik muxlislarni quvontirgandi. Konsertga bir oy qolmay esa biletlar sotib bo'lingani ma'lum qilindi. Bu ortiqcha reklama qilinmagan konsert uchun juda yaxshi natija hisoblanadi.